Raif Jilasun. Muqaddas azob. Musoning qismati. Charxi kajraftor hali 6 yoshga ham to'lmagan Musoni yelkasidan ushlab qorong'uliklar dunyosiga uloqtirdi. Men haromi ekanman. Haromi degan so'zning ma'nosi otasi noma'lum, onasi esa fohisha bir ayolning bolasi. Muso otasi nega noma'lum, fohisha kim, hammasini so'rab surishtirib bilib oldi. Musoning yoshi kichkina bo'lsa ham Vali tog'aning g'azabli, qahrli gaplaridagi ma'noni tushunmaydigan darajada ahmoq emasdi. Lekin endi qayerga boradi? Bir o'zi qanday yashaydi? Qornini qayerda to'ydiradi? Qayerda yotib, qayerdan boshpana qidiradi? Bu kabi savollarni o'ylaydigan darajada aqlli ham emasdi. Muso uydan o'qdek otilib chiqib, Izmirga ketadigan mashinalar turadigan tomonga yugurgandi. U shu paytgacha otam deb yurgan Vali tog'a bilan hayit namozini o'qigan Allohning uyiga bormoqchi edi. Chunki otasi Allohning uyi mana shu yer degandi. Muso o'sha uyni topib sajdaga yiqilmoqchi. Masjidga boradi-yu, Allohim, men ham sening bandangman. Nega meni haromi qilib yaratding deya zorlanadi. Ochlik, to'qlik, yotadigan boshpana degan muammo xayoliga ham kelmadi. Muso ko'zlaridan yosh oqib turgan holda bir kishi Izmirga deb baqirayotgan avtobusga yaqinlashdi. Uni ko'rganlarning yuragi achishdi. O'g'lim, nega yig'layapsan? Onangni yo'qotib qo'ydingmi? Muso ha degandek boshini egdi. Bechora bola ona deb yig'lab, qo'li bilan mashinaga ishora qildi. Izmirga mana shu aravada ketaman degan ma'noda tushunarsiz so'zlarni aytdi. Bir kishi undan so'radi: "Izmirga olib borib qo'ysak, uyingni, onangni topa olasanmi?" Muso ha degandek bosh irg'adi. Orqadan haydovchining ovozi keldi: "Chiq mashinaga." Kichkinagina bolaning bunday aldamchi harakatlar qilishini, yolg'on gapirishini hech kim xayoliga ham keltirmagandi. Avtobusdagilar: "Inshaalloh onangni topasan, xafa bo'lma" deya unga tasalli berishdi. Lekin bola onasini topa olmasa nima bo'ladi degan fikr hech kimning xayoliga kelmadi. Bir burchakda o'tirgan Muso entikib yig'lar, avtobusdagilar esa uning bu yig'lashini onasini yo'qotganidan deb o'ylashardi. Lekin Muso o'zining achchiq dardidan, alamidan yig'lardi. U baxtsizlik keltiradigan haromi ekan, fohishaning bolasi ekan. Bola bu qadar og'ir ayblar ostida ruhan qattiq ezilar, lekin buni hech kimga ayta olmasdi. Nihoyat miyasidagi tolalariga Alloh degan tuyg'u kelgach, bola asta-sekin o'zini qo'lga oldi. "Ha, hech kimim yo'q, lekin Allohim bor" dedi. Lekin keyin yana birdan umidsizlikka berilib, "Allohim ham meni yolg'iz qoldirdi-ku" deb ko'z yoshlarini to'xtata olmay qoldi. Yonida o'tirganlardan biri unga: "Yig'lama o'g'lim, ana, Izmirga ham yetib keldik" dedi. Hamma avtobusdan tushdi. Atrofdagilar bolaga achinish bilan qarab turishdi. Uning atrofga hayrat bilan qarashini ko'rib, onasini izlayapti deb o'ylashdi. Aslida esa u xayolida qolgan bosmaxona shahriga o'xshash bir burchakni izlardi. Bir ayol Musoning qo'lidan ushladi. "Uying qaysi tomonda? Topa olasanmi o'g'lim?" dedi. Muso hali ham hayratda edi. Biroz ikkilanib, "Bosmaxona" dedi. "Bosmaxona mening yo'limda. Yur, seni uyingga olib boraman" dedi ayol. Musoning lablaridan yo'q degan tovush chiqdi, chunki uyi yo'q edi. "Onamni shu yerda kutaman" dedi. Muso izzillab yig'lab turaverdi. Yo'lovchilar birin-ketin tarqalib ketishdi. Haydovchi ham avtobusiga o'tirib, u yerdan uzoqlashdi. Atrof qoraya boshladi. Muso ko'z yoshlarini yengi bilan artib, duch kelgan tomonga qarab yurib ketdi. Uning qulog'i azon ovozini sog'ingandi. Muso daraxtlar bilan to'la o'rmonga o'xshash joyni ko'rib, o'sha tomonda biror joyda uxlarman deb o'yladi. Muso shu tomonga qadam tashladi. Qorni hali unchalik och emas, lekin rosa charchagandi. Kechadan beri uyqusiz edi. Muso yuraverdi. Daraxtzorga kiradigan joy qoldirishmagan ekan. Hamma tomonni sim bilan o'rab tashlanibdi. Muso simlardan tirmashib o'tmoqchi bo'ldi, lekin bunga jur'at qila olmadi. Biror joyda eshigi bordir degan fikr bilan sim devor yo'qolab ketaverdi. Shu payt katta maydon chiqdi-yu, ko'zlari bir masjidga tushdi. Osmonga bo'y cho'zib turgan minora shu zahoti unga Allohni eslatdi. Bolaning ichida shirin titroq paydo bo'ldi. Bir muddat minora va qubbadan ko'zini uza olmay qoldi. Quyosh allaqachon botib bo'lgandi. Muso Allohning uyiga ertalab kirarman deb ko'ngliga tugib qo'ydi-da, odamlar kirib chiqayotgan bir eshikka qarab yurdi.
Vali tog'a xuddi mana shu yerni istirohat bog'i degandi. Musoning sal yuzi yorishdi. Odamlar bilan birga ichkariga kirdi. Bola bu yerga pul to'lab kirilishini bilmasdi. Bilganida ham foydasi yo'q, chunki pul nimaligini ham hali yaxshi bilmasdi. Kichkina bolaning kechasi xiyobonga kirayotganidan shubhalangan bir kishi so'radi. "Kechasi xiyobonda nima qilib yuribsan, bolam? Onang izlab qolmaydimi?" Muso bu odamning yuziga kulgandek qaradi, lekin ko'zlaridan oqqan yoshlar yuzida chiziq qoldirgandi. "Onamni izlab yuribman. Ichkariga kirib ketgandi", dedi u sekingina. Muso yolg'on nimaligini bilmasdi, lekin murg'ak aqli bilan o'zini himoya qilish uchun yolg'on gapirishga juda tez o'rgandi. U butazor tomonga qarab tez-tez yurdi. Xilvatroq, qorong'uda hech kim qadam bosmaydigan kimsasiz joyga o'zini urdi. Bir o'rindiq topib xursand bo'ldi. Shu yerda yotaman deb o'yladi. Ochlik xayoliga ham kelmasdi. Uyqusizlik bolaning miyasini rosa charchatgandi. U sekingina o'rindiqqa cho'zildi. O'rindiq oddiy bir taxta bo'lib, boshini qo'yadigan yostiqcha ham yo'qligi uchun bemalol yota olmadi. Ag'darilib ko'rdi. Havo salqin, lekin achchiq dardu alami tufayli sovuq qochishni ham unutib qo'ygandi. Ko'nglida esa ertangi kun hayajoni edi. Ertalab tong otishi bilan Allohu akbar deya ovoz keladigan Allohning uyiga chopadi. Kirib, barcha dardlarini unga aytadi. "Allohim, meni yaratgan, yo'qdan bor qilgan sensan. Hammani ota-onali qilib yaratding, lekin nega meni bu ikki ko'makdan ajratding? Nega dunyoga haromi qilib keltirding?" deya yig'lab murojaat qiladi. Lekin Muso birdan o'zini qo'lga oldi. Ko'z oldiga Allohning uyi eshigi oldida ko'rganlari, oyog'i kesilgan, qo'li uzilgan, yerda sudralib yuradigan ko'rlar, tilanchilar keldi. Ularning hammasini ham Alloh yaratgan-ku. O'ziga solishtiradigan bo'lsa, o'sha bechoralarning holi unikidan ham battar edi. Ha, u harom edi. Otasi, onasi yo'q edi, lekin Allohi bor edi. Negadir kechirim so'ragisi keldi. Ko'zlaridan pushaymonlik tuyg'ularining yoshlari oqdi. Shu payt qulog'iga chalingan bir ovozdan cho'chib tushib, ovoz kelgan tomonga qaradi. Sal narida 14 yoshlardagi, ust-boshi dabdala bir bola turardi. Yirtiq yamoqlari bekita olmayotgan shimdan tizzalari, hatto boldiri ko'rinib turibdi. Ustiga tashlangan kostyumning bir paytlari kostyum bo'lganini isbotlash uchun bir guvoh kerak. Bolaning sochlari yelkasiga tushib patak bo'lib ketgan, yuzlari kirchir edi. Muso uni ko'rib qo'rqib ketdi. Unga kulib qarab turgan bola, "Ha, og'ayni, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan?" deb so'radi. Muso qo'rquvdan sarosimaga tushib, nima deb javob berishini bilmay qoldi. Sekingina, "Hech narsa, o'zim", dedi. Kulib turgan bolaning yuz ifodasi o'zgardi. "Sen o'tirgan o'rindiq meniki. Men kechasi shu yerda yotaman. O'zingga boshqa joy top." Musoning qalbida bir do'st topish ilinji paydo bo'ldi. Biroz avvalgi qo'rquvi bolaning jonga yaqin qarashlari bilan yo'q bo'ldi. "Men bu yerlikmasman. Yaqinda keldim. Kechirasiz. Hozir boshqa joy topaman." Bolaning yanoqlarida yana kulgu paydo bo'ldi. "Bu yerlikmasligingni ko'rgan zahotim bilganman. Ilgari seni bu atrofda ko'rmaganman. Mayli, o'zi kichkina ekansan. Oyog'imni sal buklasam, sig'amiz." Musoning ko'ngli joyiga tushib rahmat aytdi. Yigitcha Musodan ko'zini uzmasdi. "Tanishaylik, kimsan? Oting nima? Qayerdan kelding? Seni kim olib keldi bu yerlarga?" dedi u. U shunchalik ko'p savol berdiki, alohida javob bersa soatlar ketardi. Muso qisqacha "Yolg'izman, hech kimim yo'q" dedi-yu, yana ko'zlaridan yosh oqib ketdi. "Ota-onang ham yo'qmi?" Muso yana yo'q deb ishora qildi. Yigit Musoga achinish bilan qarab yana kuldi. "Mayli, sendaqangi haromi bolalar juda ko'p. Na otasi bor, na onasi. Hammasini senga o'xshatib ko'chaga tashlab ketishgan. Lekin hammasi yashab yuribdi. Nonsiz yoki suvsiz qolib ketishgani yo'q. Tagida ko'rpasi yo'q. Mana shunaqa muzday taxtalarda, tuproqda ham yotib, uxlashga o'rganib ketgan hammasi. Lekin hech qaysisi yig'lamaydi, qaytaga kulib yuradi. Hayot degan ana shunaqa o'tkinchi narsa bo'ladi. O'ylanishga arzimaydi. Topganingga qanoat qilsang, ko'ngling xotirjam yuraverasan." Yigitcha gapirgan sayin Musoning ko'ngli xotirjam tortaverdi. Qalbida qandaydir sevinch paydo bo'lib, uni bir do'stdek yaxshi ko'rib qoldi. Yigitning ismi Chaqmoq ekan. Ismi g'alati tuyulgan bo'lsa ham sababini so'ramadi. Endi o'zining ismini aytmoqchi edi, yigitcha kulib, "Sening isming Hamsi, esingdan chiqarma", dedi. Muso e'tiroz bildirmoqchi, ismi Muso ekanini tushuntirmoqchi bo'ldi, lekin u gapga quloq solmadi. Chaqmoqning ko'zlari hamon Musoda edi. Uni obdon kuzatardi. "Ust-boshing ancha yaxshi ekan. Juda g'arib odamga o'xshamaysan-ku, yoki o'g'irladingmi?" dedi. Muso yo'q degandek bosh silkitdi. "Men o'g'rimasman.
Allohdan qo'rqaman, dedi. Chaqmoq bu gapni eshitib kulib yubordi. U shunday baland ovozda kulardiki, Musoning tuklari tikka-tikka bo'ldi. Axir kuladigan gap aytmadi-ku. Hech qanday kulgili voqea ham bo'lmadi. Chaqmoq o'zini qo'lga olib kulishdan to'xtadi, lekin baribir uning ustidan kulgandek. "Alloh dedingmi? Bu nima deganing? Nima? O'g'rilik yomon narsami? Men doim o'g'rilik qilib kun ko'raman. O'g'irlamasak tirik qolmaymiz. Mushuk yoki it qassobdan go'sht yoki suyak olib qochganday o'g'rilik qilamiz. Mayli, o'zing ham o'rganib ketasan. O'rganishga majbursan, agar yashashni istasang." O'g'rilik haqidagi gapni eshitib Musoning ko'ngli behuzur bo'ldi. Tili tutildi. Hech narsa demadi. Lekin o'g'rilikni yuragi qabul qila olmadi. Bola qo'ynidan sariq qog'ozga o'ralgan bir burda non chiqardi. Uning ko'zlari hamon kulib turardi. "Mana bunini novvoyxonadan oldim. Pishlog'i ham bo'lsa zo'r bo'lardi-yu, lekin baqqol ko'zini uzmay turgani uchun olib keta olmadim. Mayli-da, yo'qdan ko'ra. Buguncha quruq non bo'lsa ham bo'laveradi. Lekin yangi, bemalol tomog'imizdan o'tadi", dedi u g'urur bilan. Xuddi bir ishni qoyillatib qo'ygandek. Muso kulmadi. Birorta ham so'z aytmadi. "Qornim to'q", deb ming'irladi. Aslida qorni och edi. Oshqozoni hushtak chalardi. Bola qisilgan ko'zlarini unga tikdi. O'g'irlangan narsa puli borlar uchun yomon bo'lishi mumkin, lekin bizga o'xshagan yetimlarga bo'laveradi. Chunki shunday qilmasak, kunimiz o'tmaydi. Yo qo'l oyog'ingni sindirib, odamlarning rahmini keltirib tilanchilik qilasan, yo kallangni ishlatishga majbursan. Bizga hech kimning rahmi kelmaydi. Odamlarning yoniga borsak haydab solishadi. Ba'zan urushadi ham. Shuning uchun tulkilik qilish kerak. Yashash uchun hiyla qilib, ayyorlikni hunar qilib olamiz. Qani, nondan ol. Ko'rib turibman-ku, qorning ochib ketibdi. Sen to'qman desang ham, qorning ochman deb turibdi. Muso istar-istamas nonga qo'l uzatib, bir burda olib yedi. Bir pasdan nonning yarmidan ko'pini yeb qo'yishdi. Chaqmoq kulib, "Qolgan yarmi ertalabga qolsin", dedi. "O'zing yeb qo'yaver, ertalab ishim bor." "Nima ishing bor, Hamsi?" "Juda muhim ish. Allohning uyiga boraman." Chaqmoq yana o'zini tutolmay kulib yubordi. Orada "Yomon kuldirding, lekin bola", deb qo'yardi. Nihoyat kulib bo'lgach, Chaqmoq biroz jiddiylashdi. "O'zi Alloh bormiki, uyi bo'ladi. Alloh bor bo'lsa, biz bu ahvolda xiyobondagi taxtalar ustida yotarmidik? Yo'q, bizni Alloh emas, tabiat yaratgan", dedi. Hayvonlarni yaratganga o'xshab, biz ham ularga o'xshab kun ko'rish, yashash uchun bir-birimizni yeymiz. Alloh emish. Kulgimni qistamagin Hamsi, inson degan bu maxluqlarning oldida umuman qadrimiz yo'q. Bildingmi? Ularning yonida borsak ketimizga tepib, "Yo'qol haromi" deb quvishadi, dedi. Chaqmoqning istamli gaplaridan keyin haromi degan so'z Musoning e'tiborini tortdi. "Sen ham haromimisan?" "Yo'q, men harom emasman, lekin ko'rib turibsan-ku, haromiday yashayapman. Otam istiqlol urushida shahid ketgan. Keyin boshqa bir odam go'yo meni asrab olish uchun yetimxonadan olib, uyiga olib ketgan ekan. U yog'i esimda yo'q, lekin rosa qo'lma-qo'l qilishdi. Har xil odamlarni ota dedim, ona dedim, lekin hech biri menga otalik, onalik qilmadi. Men ona deb yurgan ayol fohisha bo'lib chiqdi. Keyin u bilan birga ko'chaga haydaldim." Muso Chaqmoqning hayot hikoyasini diqqat bilan eshitdi. Fohisha degan so'zni eshitib bir qalqib tushdi. "Fohisha degani nima o'zi?" deb so'radi. Chaqmoq hech narsani bilmas ekan-ku degandek Musoga kulib qarab qo'yib, yana gapira ketdi. "Fohisha degani go'zalligini butun olamga ko'z-ko'z qiladigan, yarim yalang'och yurishni yaxshi ko'radigan, oxiri bir erkakka taslim bo'ladigan ayol", dedi. Muso markazdagi yanga degan ayol ham xuddi Chaqmoq aytgan gaplarni aytganini esladi. Chaqmoq Muso fohisha degan so'zni unchalik tushunmaganini ko'rib, yana izoh berdi. "Shuni ham tushunmayotgan bo'lsang, g'irt ahmoq ekansan. Ko'chada ko'kragini, oyoqlarini ko'rsatib yurgan xotinlar erkaklarga ko'zini suzganini ko'rmadingmi? Erkaklarning yonida xiringlab kuladigan, noz qiladigan, shu yo'l bilan erkaklarni o'ziga rom qiladigan, shahvatini bosa olmay, erkaklarning gap otishiga ilinadigan, oxiri iffatini, nomusini beradigan ayollarni fohisha deydi. Endi tushundingmi?" Muso hali 6 yoshga ham to'lmagan edi. Shahvat so'zining ma'nosini, ayniqsa erkak-ayol munosabatlarini qayerdan bilsin? Lekin o'zini tushungandek tutib kuldi. Tushundim", dedi. Chaqmoq bilan Musoning suhbati yarim tungacha davom etdi. Taxtalar ustiga bosh qo'yishganda tong endi yorishib kelayotgandi. Muso tushida o'zini suruv ichida ko'rdi. Qora tuman atrofida aylanib sakrab yuribdi. Sharifa Dudu o'choq yonida xamir qorib,
yupqa pishirardi. Muso yupqani qo'liga olib yeganida tilini kuydirardi. Muso issiqqina yupqalarni shunaqangi ishtaha bilan yer ediki, og'zida mazasini aniq his qilardi. Shu payt nimadir Musoning og'zini yalab shunday ajoyib tushning beliga tepdi. Uyg'onib ketgan Muso hali ham tushning ta'sirida uni qora tuman deb o'yladi. Qoch dedim senga!" deb baqirdi. Musoning bu baqirishiga chaqmoq uyg'onib ketdi. Qo'tir bosgan bir it kelib Musoning bag'riga kirib, uning yuzini yalagan ekan. Muso ket deb itni haydab yubordi. Ko'rgan shirin tushi, Sharifa dudu, qo'ng'iroqning ovozi, qo'zichoqlarning ma'rashi sarobdek bir onda yo'q bo'lib ketdi. Ko'zlariga yosh keldi. Chaqmoq esa haliyam uyqusirab ko'zini ocha olmasdi. Shu payt Musoning qulog'iga jo'shqin va samimiy ovozlar eshitila boshladi. Muso o'rnidan sakrab turdi. Bu ovoz bayram kuni namoz o'qilgan Allohning uyidan kelardi. Xuddi o'sha ovoz, o'sha nola Musoning ruhini o'sha kungidek erkalardi. "Allohning uyiga qanday boriladi, birodar?" dedi u. Chaqmoq haliyam uyqudan uyg'ona olmagandi. Ming'irlab ovoz chiqardi. "Ahmoq bo'lmagin Hamsi, senga o'xshagan millionlab odam Alloh, Alloh deydi, lekin baribir tabiatning aytgani bo'ladi. Uxla, hali tong yotgani yo'q." Lekin bu gaplar Musoning qulog'iga kirmadi. U ovoz kelgan tomonga yugurib ketdi. Katta xiyobonning ilon izi yo'llarini aylana masjidni topguncha ancha vaqt o'tdi. Nihoyat Muso masjidni topdi. Lekin kech bo'lgandi. U masjidning yoniga yetib kelganda jamoat asta-sekin tarqalar, muazzin esa masjidning eshigini yopayotgandi. Muso yolvordi, ko'ziga yosh to'ldi. "Iltimos, eshikni oching, Allohga gapim bor." Uning bu yolvorishidagi ma'noni tushunmaganlar bolaga achinib qarab, aqli joyida emas shekilli deb o'ylashardi. "Yo'q, endi eshik ochilmaydi" deyishdi. Muso yolvorgan sayin muazzinning jahli chiqardi. "Yo'q dedim-ku, yo'qol bu yerdan. Ertalabdan asabimni buzmagin" deb Musoni quvib soldi. Muso ko'zi to'la yosh bilan tinmay yolvorardi. Atrofdagilar uning gaplari chin qalbdan chiqayotgan Alloh tuyg'usi ekanini bilmay, aqldan ozgan deb o'ylab achinib qarashardi. Nihoyat muazzin Musoning orqasiga bir tepib haydab yubordi. Muso ikki ko'zidan shashqator yosh oqib, zor-zor yig'lab, Allohning uyidan nari ketarkan, ko'zlari masjid qubbasida, minorasida edi. U ortga qadam tashlayotib, oyoqlari charkashib yiqilib tushdi. Yiqilgan joyidan turayotganda ham ko'zlari hamon Allohning uyida, lablarida esa Alloh, Alloh degan ingrash chiqardi. Uning holini ko'rganlardan biri chidolmay bolaga yaqinlashdi. "Allohning uyi bir kunda 5 marta ochiladi, bolam. Men shu atrofda, do'konda ishlayman. Meni topgin. Seni masjidga olib kiraman. Yig'lama." U shunday deb Musoning cho'ntagiga 5-10 qurush soldi. Musoning alami ichiga sig'masdi. Necha kundan beri intizorlik bilan kutgani Allohning uyiga qadam tashlay olmadi. Unga o'zi istagandek yolvora olmadi, murojaat qila olmadi. Bolaning qalbi olovdek yonib, kuyardi. Ortiga qaray odimlar ekan, nihoyat Allohning uyi ko'rinmay qoldi. Allamahalgacha o'zi bilmagan, umuman kirmagan notanish ko'chalarda sarson yurdi. Bir payt boshida katta savat qo'yib, teshkulcha sotib yurgan bolaga duch kelib, undan bitta kulcha sotib oldi. "Og'ayni, men ham teshkulcha sotsam bo'ladimi?" Sotuvchi bola unga mag'rurlanib qaradi. "Yo'q, har qanday bola ham qila oladigan ish emas bu. Sen oldin katta bo'l, shimingni o'zing kiyishni, ishton bog'ingni o'zing bog'lashni o'rganib ol. Ana undan keyin ish qilsang bo'ladi", dedi va "Teshkulcha" deya nari ketdi. Muso sotib olgan teshkulchasi bilan qornini yaxshilab to'ydirdi. U tushgan yo'l dengiz qirg'og'iga olib chiqdi. Muso bilan teng yoki sal kattaroq bolalar qo'lida qarmoq bilan baliq tutib o'tirishardi. Musoning xayoliga bayram otasi keldi. Uni sal-pal eslardi. Dengizdan ovlangan baliqlarning tipirchilashi, oxiri o'lib, qimirlamay qolishi ongida o'rnashib qolgan bo'lsa kerak, shularni yodga oldi. Muso o'ychan holatda ularni kuzatarkan, kimningdir qarmog'ini bilmasdan bosib oldi. "Hov, ko'zingga qarasang-chi, ko'rmisan? Qarmog'imni bosding-ku." Bola juda yomon gaplarni aytib so'kindi. Keyin Musoni itarib yubordi. Muso sal qolsa dengizga yumalab tushay dedi. Boshi toshga urilib qonadi. Bu haqorat Musoga juda qattiq ta'sir qildi. Uni itarib yuborgan bola o'zi bilan tengdosh edi. Musoning ich-ichidan yig'i kelib, ko'zlari yoshga to'ldi. Lekin hech kim "Nega yig'layapsan? Nimadan xafasan?" deb so'ramadi. Bo'ynini egib, u yerdan ketdi. Baliq tutib o'tirgan bolalardan uzoqlashdi. Chaqmoqning gaplari to'g'ri shekilli. Odamlarga ko'p ham yaqinlashaverma.
yo urushadi yoki quvlab solishadi degan edi. Muso shu ahvolda yuraverdi. Katta ko'chalardan, tor ko'chalardan bilar bilmas yuraverdi. Yuraverib rosa charchadi. Lekin charchaganini sezmadi. Chunki xayoli parishon edi. Chaqmoq uning yolg'izlikdagi iztiroblariga qo'l uzatgandi. Lekin u biroz g'alati bola ekan. Allohni bilmas ekan. Yaratganga qarshi yomon gaplarni aytdi. O'g'ri bo'lish, hayvonlarga o'xshab yashash kerak deb bilarkan. Fe'li boshqacha ekan. Qanday qilib uni do'stim deya bag'riga bosa oladi? Muso ichida bir bo'shliqni his qilgandek bo'ldi. Uning qorni ochgandi. Atrofga qarab, kulcha sotuvchini izladi. U ko'rinmasdi. Keyin ko'chalarning ba'zi burchaklariga chodirga o'xshagan pardalar tortilgan, stollar, o'rindiqlar terib qo'yilgan. Muso bu joylarni Vali tog'a bilan birga ovqatlangan oshxonaga o'xshatdi. Stollarda turli-tuman ovqatlar, rangli shishalar turardi. O'tirganlar ishtaha bilan ovqat yerkan, atrofiga qaramas, och qolgan bormi, yo'qmi qiziqmasdi. Ularning ko'zi ko'r, tuyg'ulari kar edi. Muso ularning og'ziga qoshiq bilan ovqat solishiga tamshanib qarab qoldi. Kimga nima ham deya olardi? Stollar yoniga boradigan bo'lsa, ertalab o'zi haydagan itdek haydalishini bilardi. Shu payt sal narida o'ziga o'xshagan bo'yni egilgan bolalarni ko'rdi. Hammasining ko'zi stolda ovqat yeyotgan odamlarda edi. Qalbi og'ridi. Ularning yoniga bordi. 5-qism tugadi.